Aziz do'stlar, valyuta juftliklari nima? Valyuta juftligi bu bir valyutaning ikkinchisiga nisbatan qiymatini ifodalaydigan moliyaviy instrument hisoblanadi. Forex bozorida 8 ta asosiy major valyutalar mavjud bo'lib, eslab qolinglar, 8 ta asosiy major valyutalar bor. Ular eng ko'p savdo qilinadigan va likvidligi yuqori bo'lgan valyutalardir. Ko'rib turgan 8 ta valyutangiz bir-biriga juftlik holatda qiymatini ifodalab keladi. Asosiy major juftliklarida har doim AQSh dollari, ya'ni USD ishtirok etadi. Ular eng ko'p savdo qilinadigan likvidi yuqori bo'lgan juftliklardir. Siz ko'rib turgan mana shu yevro dollar, Buyuk Britaniya dollarlari bor va qo'shimchasi valyutalarning yana bir qismi bor. Bu ikkinchi turi cross juftliklaridir. Bu cross juftliklarida AQSh dollari ishtirok etmaydi. Boshqa asosiy valyutalardan tashkil topadi. Savdo qilishda e'tibor berish kerak bo'lgan faktorlar: Markaziy bank siyosati, iqtisodiyot yangiliklari, foiz stavkalari, ish o'rinlari soni, shunga o'xshash yangiliklar buni ichiga kiradi. Geosiyosiy voqealar, ya'ni dunyoda tinchlik, notinchlik, shunga o'xshash qanadir bir hozirgi kunda Trampni siyosatlari, shunga o'xshash narsalar ichiga kiradi. Bundan da ko'proq ma'lumotlar olishingiz uchun bu profilga obuna bo'ling, YouTube va Telegram kanallarimizga ham obuna bo'ling.